Mahalla bu shunchaki hududiy birlik emas, u milliy qadriyatlarimiz, mehr-oqibat va hamjihatlik maskani, tarbiya maktabi. Aynan mahallada insonning kundalik hayoti, farzandlarining tarbiyasi, yoshlarning kelajagi shakllanadi. Shuning uchun ham xavfsiz mahalla bu eng avvalo xavfsiz jamiyat demakdir. Endi ushbu tuzilma mamlakatdagi islohotlarning asosiy bo'g'iniga aylandi. Joriy yilning 27-yanvar kuni prezidentimiz tomonidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida Toshkent shahrida xavfsiz muhitni shakllantirish hamda jamoat xavfsizligini samarali ta'minlash bo'yicha namunaviy amaliyotni yaratish chora-tadbirlari ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Bu yig'ilish nafaqat huquqbuzarlikning oldini olish, balki jamiyatda osoyishtalik va barqarorlikni mustahkamlash yo'lida mahallaning o'rni beqiyos ekanini yana bir bor ko'rsatdi. Unda belgilangan vazifalardan, shuningdek, davlatimiz rahbarining 2026-yil 5-yanvardagi respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror doirasida poytaxt namunasini yaratish bo'yicha ayni paytda qator ishlar olib borilmoqda. Xususan, Amir Temur nomidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasi hamda xizmatning Toshkent shahri bo'yicha boshqarmasi tomonidan huquq-tartibot idoralari va davlat tashkilotlari bilan hamkorlikda poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek hamda Toshkent viloyatining Qibray tumanlarida qator chora-tadbirlar tashkil etilmoqda. Jumladan, akademiyaning tajribali professor-o'qituvchilaridan iborat trening guruhlari shakllantirilib, qizil toifaga kiritilgan hamda ularga chegaradosh mahalla fuqarolar yig'inlarida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarni iste'mol qilishning salbiy oqibatlari, korrupsiya va yashirin iqtisodiyot, diniy aqidaparastlik, oiladagi zo'ravonliklarni oldini olishning psixologik jihatlari va kiber jinoyatchilik mavzularida ilk bor sayyor o'quv seminarlari tashkil etildi. O'quv amaliy seminarning asosiy maqsadi muhtaram prezidentimiz aytgandek, jinoyatchilikni oldini olishda asosiy rol mahalla bo'lib hisoblanadi. Mahallada targ'ibot ishlarni birinchi biz o'ringa qo'yishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mahalla yettiligi yaratilib qo'yilgan bo'lib, mahalla yettiligi har bir oilaga to'g'ridan-to'g'ri kira olamiz. Qanday hayot kechiryapti va ular nimaga muhtoj, nimadan qoniqmayapti, bular hammasidan biz boxabarmiz. O'shaning uchun ham hurmatli prezidentimiz aytayaptiki, jinoyatni oldini olishni birinchi yo'li mahalla bu, profilaktika deb hisoblaydi. Ana shu bo'yicha bugungi kundagi amaliy seminarning ham asosiy maqsadi shundan iboratki, mahalladagi jinoyatni oldini olish. Aslida har qanday muammoning sababi bilan kurashilsa, og'ir oqibatlarning oldi olinadi. Akademiya tomonidan ayni yo'nalishda ham doimiy ish olib borilmoqda. Jumladan, Mirzo Ulug'bek va Qibray tumanlaridagi umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari ishtirokida zakovat intellektual o'yinlari ham tashkil etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlar bo'yicha olib borayotgan siyosatlari, xususan yoshlarni vatanparvarlik ruhidagi tarbiyalash maqsadida Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Mirzo Ulug'bek tumanidagi 279-o'rta maktabda zakovat intellektual o'yini tashkil etildi. Mazkur tumanda joylashgan 5 ta maktabdan 5 ta jamoa faol ishtirok etdi. Bunday tadbirlarni o'tkazib borish vatanimizni drayverlari bo'lgan yoshlarimizni bilimli qilib tarbiyalashda katta ahamiyat kasb etadi. G'oliblar va ishtirokchilar akademiya tomonidan esdalik sovg'alari bilan taqdirlanib bormoqda. Avvalambor shu zakovat o'yinini bizga tashkillashtirib bergan tashkilotchilarga rahmat etmoqchiman, chunki biz bu o'yin orqali hozir dunyoqarashimizni yanada o'stirdik, aqlimiz jarhlandi, yanada bilmagan ma'lumotlarimizni bilib oldik yoki bilgan ma'lumotlarimizni yana bir bor eslab oldik. Bugungi o'yin ham juda ham qiziqarli, murosasiz o'tdi. Kelajakda yanada hozirgi bilimlarimizni mustahkamlab, vatanimiz uchun kerakli inson bo'lib yetishga harakat qilamiz. Eng yaxshi sarmoya yoshlarga, bolalarga berilgan sarmoya deyishadi. Bilim olish uchun o'tkaziladigan tadbirlarimiz ham yurtimizda juda keng avjga oldi. Mirzo Ulug'bek tumani maktablarining zakovat o'yini bo'lib o'tdi. Aynan bu tadbir o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda juda katta ahamiyatga ega. Shuningdek, tengdosh-tengdoshga tamoyil asosida Davlat xavfsizlik xizmati Temurbeklar maktabi, Harbiy akademik litsey o'qituvchi va o'quvchilari tomonidan Mirzo Ulug'bek tumanidagi qator maktablari hamda Qibray tumanidagi Germanchi maktab o'quvchilari bilan ham uchrashuvlar o'tkazildi. Mahalla davlat va jamiyat o'rtasidagi eng yaqin ko'prikdir. Unda hukm surgan osoyishtalik butun mamlakat barqarorligining kafolatidir. Zero har bir xonadon tinch bo'lsa, mahalla tinch bo'lsa, vatan tinch bo'ladi.